Hyundai Porter elektromobilni tozasidan so'raganlar bormidi akalar? Mana shu mashina sizlarning mashinanglar bo'ladi. Bor yo'g'i 14 ming probegda 2023 ga 8-oy. Narxini ham boshida aytaman, $17,500 ga yuklab jo'natib beramiz tamojnigacha. $6,000 plus minus rastamoshga chiqyapti bu mashinalarga. $23,500 atrofida aylanadi sizlarga. Akalar, to'g'risi bu mashinani 24,5 ming, 25 mingga ham sotilganini ko'ryapmiz O'zbekistonda. Xo'p, bir boshdan ko'rsatamiz akalar. Mashinaning rasxodlari deyarli yo'q. Olasiz, shu minasiz. Ballonlari yangidek holatda turibdi, rasxodlari yo'q. Xo'p, berkasidan ko'rsataydi. 2023 ga 8-oy turibdi. Xo'p, taglari ham juda ham ozoda, umuman qirilgan, tirnalgan joylari yo'q. Batareyaning taglari ham yaxshi turibdi. Mashina umuman suvga tushmagan. Suvga tushgan mashinalarning ichida loyqa, har xil hashaylar yig'ilib qolgan bo'ladi. Ballon ichidagi bolt gakalagacha zavod holatida turibdi akalar. Orqa ballonlari ham yap-yangidek. Xo'p, atsenka o'ylariga keladigan bo'lsak, ikkita mana shu tarafiga temir svarka qildirib qo'ygan ekan. Nima uchun qildirgan bilmadim. Xo'p, ozgina zanglab qolgan ekan, yomg'ir tushgani uchun mana shunday holatda jo'natib beramiz. Asosiysi orqalarida umuman udar-pudarlari yo'q. Taglarini bitta ko'rsataydi. Mosti hatto nakleykalargacha turibdi akalar. Nima deysizlar akalar, bo'laveradimi? Zazorlari ham umuman yo'q. Xo'p, yaxshi bu taraflari ham. Eshiklari ham juda ham ozoda holatda, nikel aquaprint, bilasizlar. Bu eng faqat fulllarda bo'ladi. Premium special'dan ko'rsatyapmiz hozirgisini. Jigarrang salon, tarpetka ustlari ham chizilib ketmagan, yaxshi ozoda holatda turibdi. Hop, kitobchalari ham bor ekan. Salondan bergan hamma narsasi turibdi o'zi bilan. Bilasizlar, hozir ko'rsatayotganim Premium Special eng fullidan. Hop, taglarni bitta ochib ko'rsatamiz. Olingandan beri biror marta yuvilmagan, shunga chang bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shunday chang holatida Koreyan changlari bilan birga jo'natib beramiz akalar. Xo'p, yo'dan o'tib, hozir zapaspodlarni ham ko'rsataman. Akalar, eshikni yopishimiz bilan bizni nima kutib oladi salonda? Hop, multimedia, cruise control, rullari ham juda ham yengil burilyapti, boru. Hop, 14,078 km yurgan, mashinada barcha funksiyalar bor. Video registrator, 3-avlod Android monitor, hatto nakleykalari ham olinmagan ekan monitorini. Hop, sideni, suviydi, isiydi, rul isiydi, spirallari bor. Hop, kameralari ham bor ekan, zadni kameralar ishlab turibdi. Mashinamiz avtomat, zaryadchilari ham bor, ko'rinib turibdi. Auto hold, parking, drive modlarigacha bor akalar. Sizlarga kerak bo'lgan barcha funksiyalar salonning ichida bor akalar. Salonning hidlari ham juda ham ozoda holatda, hatto orqa nakleykalari ham olinmagan. Akalar, qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, mashina chiroyli, uyaltirib